Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, aziz obunachilarim. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu joylarimizni Xudo xolasa bitkizdik. Bugun so'nggi kunimiz. Bu yerda mana regil ishlarimiz qoldi. Palapilar tikib, Xudo xolasa betonga tayyor qilib qo'ydik. Beton quyishni boshlaymiz. Bu yerga ketayotgan rasxodlarini Xudo xolasa shu betondan boshlab shu birinchi etajni sismasigacha bitguncha va mana bu yerda bitta podvali bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar 15 ga 6 metrli podvali. Shular bilan bo'lib, o'sha qancha rasxod ketdi. 2025-yilda shu usta haqlari, g'ish-urish, bloklar narxlari, sement, armatura hammasini yoritib borishga harakat qilamiz. Imkoni boricha Alloh qodir qilgancha. Buning uchun bitta like bosib, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rsanglar, qo'lning xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Mana aziz obunachilar, bu joyimiz 20 ga 12 bo'lgan joyimizga o'rni tushdi. Bu tomoni magazinimiz, oldi tomoni, orqa tomoni uy. Magazinimiz razmeri 15 metrga 6 metrli joyga magazin tushyapti va orqa tomoni uy. Undan keyin bitta darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamiz 3,5 bo'lyapti. Va podvalimiz bor. Mana bu podvalimizda dimoxodlari havo chiqib ketish uchun. Podvalimizning razmerlari balandligi betonimizni 260 va отдельный подушкamiz bor. Podushkamiz 80 ga 40 quyildi, armaturalar tashlanib. Bu yerga o'sha shag'al toshimiz 3 mashina shu zavod shakaropidan ishlatildi. Asosiy mana regil kanallar uchun va podushka uchun. Keyin shag'al ishlatildi. Shag'alimiz 6 mashina manda ketdi. Shakaropimiz 1,700,000 so'mdan olib kelindi. Shag'allarimiz 700,000 so'm man mashinasida olib kelindi aziz qadrdonlar. Bu yerga o'sha 30 tonna sement ketdi. Sementimiz 500 so'mdan bo'lyapti hozirgi kundagi narxi va usta pullarimiz beton quyish 29 million bo'ldi va bu yerda pilta bosib, avyaskalar qilib va tagini stiyashga qilib podvoldi. Shu gazobloylar urishi, sisma kolonnalarni quyishgacha bo'lgan narximiz 32 million so'mlik atrofida usta puli bo'ldi. Ofisi gazobloylarimiz 16 ming so'mdan kley bilan keldi. Keyin g'ishlarimiz bu yerda 900 ta g'ish ishlatdik. 1300 so'mdan olindi va bu yerda armaturalarimiz ham 8 talikli. Armaturalarimiz 18 lik qo'yildi. 18 ming so'mdan 600 metr regil uchun armatura olindi va xomutlarimiz 1800 so'mdan 2000 so'mdan olindi. 12 lik armatura o'xshi bu yerga 1,5 ming metr armatura ketdi. 12 lik. 12 ligimiz 6 ming so'mdan olib kelindi aziz qadrdonlar. Bu yerga 11 ta pilta ketdi. Piltamizni 1,300,000 so'mdan olib kelib kran xizmati bilan olib kelib bosib ketdi aziz qadrdonlar. Eski pilta olindi. Piltalarimiz 630 lik pilta olindi 11 ta. Aziz qadrdonlar, kimgadir yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab polniy qurilish xizmatlarini qilamiz. Beton quyish, g'ish-urish, sisma kolonnalar, shunga o'xshash jamiki korobka holatigacha bo'lgan xizmatlar qilamiz. Xizmatlarimiz asosan Andijon viloyati Izboskan bo'ylab bo'ladi. Izboskonga yaqin joylarga ham borib xizmat qilib berishga harakat qilamiz. Bu yerda ham mana mishalkalarimiz ko'rib turganlaringdek apalapkalarimiz hamma yo'q instrumentlarimiz bilan kelib xizmat qilib beryapmiz. Instrumentlarimiz uchun arenda puli olinmaydi. Shu bir tomon yo'l kirasini beriladi. Bo'ldi. Shu mashinaga yuklab olib boradigan instrumentni yo'l kirasini beriladi. Xudo xolasa shu imorat bitguncha shu instrumentimiz shu yerda xizmat qiladi. Aziz qadrdonlar, kanaldan yiroqlashmanglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib